ijodkorga serqirralik yarashadi. Xosiyatxon Ahmedova yangi kitobida hayot maktabidan olgan fikrlarni bitiklar sifatida ham kiritganlar. Hozir bitta bitikni o'qib beraman. Ortiqcha kirgan boylik yoki rizq xotirjamligimizga, oila muhitiga, mehr muhabbatga, tafakkur ko'zimizning ko'rligi-yu oqibatimizning yo'qligiga ta'sir qiladi. Bu dunyoga bir zumgina mehmon bo'lib kelganmiz xolos deb yozilgan. Bu hayot sinovli hayot. Goh quvonchli, goh g'amli hayotimizdan faqat o'zimizga to'g'ri xulosa chiqarsakkina yutug'imiz ko'proq bo'ladi. Endi shu yutug'imiz bo'lganida ham g'amli kunlarimizda olgan saboqni hech qachon unutmasdan, hushyorlikni qo'ldan bermasdan, borida shukr qilib, yo'g'ida nolish hech bir erkak va ayolga yarashmaydi. Bu sinovli hayotda har birimiz har tongda o'zimizda bor ne'matlarni hisoblasak, o'zimiz qancha baxtli ekanligimizni his qilamiz. Yana bitta bitikdan keltiraman. Yaxshilar suhbatidan dilingiz yayraydi. Aslida inson ko'zi hech narsani yashira olmaydi. Yaxshi insonlarning ko'zlari ma'noli boqadi. Johil insonlarning ko'zlari bejo bo'lishi bilan ajralib turadi, deydi muallif. Hozir o'zidan ta'rifini eshitamiz. Yaxshi insonlar bilan hamsuhbat bo'lsangiz, ular sizni eshitish uchun o'zini samimiy nigohi bilan o'tiradi. Johil inson bilan o'tiradigan bo'lsangiz, sizdan kamchilik va o'zingizni gapirayotgan gapingizga javob berishni izlab o'tiradi. Va o'sha jarayondan tashqari muhitda o'tiradi. Shuning uchun hamisha yaxshilar bilan didorlashish, yaxshilar bilan hamsuhbat bo'lish ruhiy oziqa beradi.